Assalomu alaykum akalar. BYD Champion gibrid mashinamizni olib qoldik. Shahri Sabzdan, Qashqadaryo shahri Sabz. Mashina 24-yil ishlab chiqarilgan. Taxminan bir 20-30 ming atrofida yurilgan. Mashina o'ta go'zal holatda bo'lgan. Mashinaning udari oldidan ana shu yengil urilgan. Balkalari pastdan almashadi. Motor korobkasi butun. Kapot kirlar o'zini remont qilsak bo'ladi. Akalar, ko'rib turgan mashinangizni olib qoldik. Kimda mana shunaqa avariyli mashinalar bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Pastda nomer qoldiraman. Assalomu alaykum akalar. BYD Champion gibrid mashinamizni olib qoldik. Shahri Sabzdan, Qashqadaryo shahri Sabz. Mashina 24-yil ishlab chiqarilgan. Taxminan bir 20-30 ming atrofida yurilgan. Mashina o'ta go'zal holatda bo'lgan. Mashinaning udari oldidan ana shu yengil urilgan. Balkalari pastdan almashadi. Motor korobkasi butun. Kapot kirlar o'zini remont qilsak bo'ladi. Akalar, ko'rib turgan mashinangizni olib qoldik. Kimda mana shunaqa avariyli mashinalar bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Pastda nomer qoldiraman.